Assalomu alaykum aziz hurmatli tomoshabinlar. Avvalambor Afg'onistonlik birodaringizning kanaliga xush kelibsiniz deyman. Men Shamsullo Afg'onistonning Balx viloyati Sho'rtepa tumanidan bo'laman. Do'stlar, men Afg'onistonda supurgini qanday qilib yetishtiriladi, parvarish qilib o'sha mavzuda bitta video tayinladim. Do'stlar, agar videom sizga yoqib qolsa, videomga bitta like va kanalimga obuna bo'lishni unutmang do'stlar. Qani bo'lmasa, videoni birgalikda tomosha qilamiz do'stlar. Ha do'stlar, mana ko'rayotganingizdek, mana bu uskunamiz O'zbekistonning tilida nima deyiladi bilmayman, lekin Afg'onistonning tilida pump deymiz. O'sha 20 litr suv oladi, o'shanga nima deydi? Qo'limdagi esa dori. O'shandan 70 cc aralashtirib suvga dorini tayyorlab bo'lgach, supurgilarga sapib chiqamiz bu dorini. Mana do'stlar, ko'rayotganingizdek, bu qo'limdagi esa oddiy suv. Dorining ustiga suv quyamiz. Nima uchun dorini avval quyamiz? Nima deydi? Yaxshilab aralashish uchun. Mana ko'rayotganingizdek, qo'limdagi esa oddiy suv. Mana bu yoqdan suv oqib turibdi. O'shandan to'ldirib, bu uskunamizni suvga to'ldirib olamiz. Ha do'stlar, mana suvga ham to'ldirib oldik. Yaxshilab qapaqni qapish kerak. Nima uchun? Buning ichida dori bor. Boshingdan quyilib ketishi mumkin. Mana do'stlar, ko'rayotganingizdek, mana dorini shundoq qilib jo'yalarning ichiga sapib chiqish kerak. Mana supurgi ham hali yangi chiqqan yerdan o'sib, ko'rayotganingizdek. Do'stlar, Afg'onistonda supurgi juda ham ko'p ekiladi. Afg'onistondan boshqa bir davlatlarda ham supurgi ekiladimi yo ekilmaydimi? Kommentariyada yozing. O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston qaysi bir davlatlarda bo'lsa, supurgini yetishtirish do'stlar ancha muncha qiyin. Haftaning ichida bir marotaba dori urmasang supurgi qurtishadi. Keyin supurgilarni quritib tashlaydi yeb. Mana supurgi yerdan yangi o'sib chiqqan. Hali bu supurgilar 2 marotaba suvga yoqilgan. Mana ko'rayotganingizdek, toza o'sib chiqqan supurgi bo'ladi mana bu. Ha do'stlar, bugungi videom shundan iborat edi. Supurgini qanday qilib parvarish qilib yetishtiriladi o'sha mavzuda edi. Agar videom sizga yoqqan bo'lsa, videomga bitta like va kanalimga obuna bo'lishni unutmang do'stlar. Va kommentariyada supurgi borada o'z fikringizni qoldiring. Xayr do'stlar, keyingi videomgacha sog' salomat bo'ling. Ko'rishguncha do'stlar.